O'zi oyiga qancha topasizlar? 20 ming. Aytdim sizga qancha tayyorladingiz? Bunaqa gaplarni gapirmang endi. Chiroyli kiyim chiqqan qizlarga lak bosmang. Chiroyli. Men qaynonangizlar bilan gaplashdim. Men juma kuniga boraman dedilar. Nima edi? Ursang, sen o'zing oynaga kelib turma deganlar. Tamam, haydavor uyda. Deganlar. Voy, chiqat odamni oldi unaqa demaydi. Ikkita ingredient bundan aralashtirib qo'ydingiz. O'zinga har doimga chiqadi. Buni endi nima uchun qilmagan? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z ayollariga yordam berganlar. Biz kimbizki yordam bermaymiz. Mana degan $1000 go'shtingizdan chorsuda pishirilgan go'shtchalik chiqmaydi. Sen rozi bo'laman deyman. Yetmaydi. Radnoyda jigar. Massaj ko'ring. Tozalash qiyin. Hammaga assalomu alaykum. Bugun oshxona tovuqda faqat Dilbar deb o'ylaysizlar. Yo'q, adashasizlar. Umid aka ham bor. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Mani olib kelishdi. Bilan bular jang qilishmoqchi. Lekin kadr ortida yana bitta odam bor, u ham Umid akaga qo'shilib jang qilyapti. Da. Ha, shuncha. Ikkitamiz eshitdim. Ha. Erlarning olishi bo'ldi hozir salondan. Ozgina narezkada qo'yib yuboramiz. Mayli, montajyorimiz. Xo'sh, shu desanglar bugun o'tgan safar biz Dilbar bilan hozir atsilga qo'ydiraman. Shu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Ya, kim bilan? Manga bunaqa dedilar o'sha kuni. Rashana deysiz deb. Dilbar bilan intervyu qilganda juda qiziqarli bo'lgan. U birinchi intervyuimiz bo'lgan. Ya'ni meni birinchi intervyuimda siz chiqqansiz. Aynan oshxona tovuqda. Va endi esa bular bilan birga qilamiz. Bu undan ham zo'r chiqadi. Chunki unda Dilbar bo'lgan faqat. Shunisi ham bo'ladi. Bunaqa shutkalar intervyu davomida juda ko'p bo'ladi. Tayyorlantiringlar. Shunga Dilbar, bugun sizdan nima qilamiz? Sizga biroz narsa olib kelganman, lekin siz Voy. Yo, sizni narsalar zakaz qilib qo'yganman. 5 minut ketmasdan keladi. Bilasizlar? Qizlar bilishadi shu. Hozir keladi. O'sha Dilbar sizga nima kerak edi? Tuxum? Hop, menga tuxum, ukrop, pomidor kerak sizga. Помидор piyoda и еще пёс. Yog'. Болгарский. Ha, болгарский. Jan, может, в принципе, уже Biz ovqat qilish bilmaymiz, shunga ham ingrediyentlar kam. Yaxshi, 5 minutga keldi. Aytdim. Lavkadan kelyapti demadingizmi? Yandek stavkadan bo'lganda aniq bunaqa panika qilmagan Lekin bo'lardi. lavkani zo'r joyi bor, bilasan, mana горячий batonchigi bor. Mani har kun semirtiradigan. Yana anaqacha nima edi? Hot-dogi ham bor. Hot-dogi ham zo'r. Saharlikda Bitta to'lqindasizlar ishoninglar. Sizlar bitta to'lqindasizlar. shu batonchik bilan ikra bilan. Qizlar, shu batonchik bilan ikrani Yandex lavkadan oshxona tovuq 100 promo kodi bilan olsalar bo'ladi. Biz ham. Chegirma bo'ladi. Albatta. Oshxona tovuq 100 eslab qoling. Bugun kechqurun qilishimiz kerak. Sho, bizda hamma narsa bor. Sizga bu hanka kerak edi, bu kerak edi, Big Bomb. Demak, Men arzonchiman-da o'zi mana. firmaning ovqatlari bugun biz oshxona tovuqda bir-birimizga tayyorlab beradigan eng sevimli taomlarimizni sizlarga ham tayyorlab ko'rsatmoqchimiz. Da. Men o'rimda o'zi 3 ta ovqat qilishni bilaman. Birinchisi omlet, ikkinchisi tushonka, uchinchisi qozon kabob yaqinda o'rgandim. Lekin zo'r chiqdi. Lekin qozon kabob qilib bermayman. Da, chunki vaqt ko'p, bilasizlar, 2 soat go'sht qaynash kerak, ta'minot qilish kerak. Men вообще shokda qolganman to'g'risi. Mana lekin zo'r studentlar ham yeyoladi. Takki mazza. Men hech qachon o'g'limda Big Bomb bilan unaqa tushonka yeb ko'rmagan ekanman. Aytdilar, Big Bomb bilan tushon desam, meni komandam har doim kutadi bu ovqatni. Bo'ldi dedim. Bugun qilib berasizmi desam, xo'p dedilar. Bu hanka. Bu hanka nima? Bu hanka prosto yeyish uchun qo'shib ovqatga solinmaydi. Faqat mana shu ikkita narsa bo'ldi. Shu, короче, общий bizda bozorligimiz 60 mingcha ketdi. Yo'q. 50 mingcha. 50 ming, mana shu 50 mingda studentga zo'r. Ana. Shunaqa. Zo'r. Tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Narsa yemasdik. Sizga? Hop, menga pomidor bor. Mana pomidor. Bolgarskiy. Piyoz ichida. Piyoz ichida. Ko'katlar. Ko'katlarning ichida. Yog'. Ovqatni Yog' nomi bor. Ovqatning nomi nima? Menime. Menime. Lekin zo'r qiladi, menga yoqadi.
Ha, aytgandek bir-birimizga Nega yoqadi? yoqadigan Chunki boshqa ovqat qilmaydi. Faqatgina yeymiz ham. aytdim man sizga qancha tayyorladim hozir unaqa gaplarni gapirma endi. Ro'zada 28 kun men yemay bilan saharlik qildim. Va 2 kun tushonka saharlik qildim. Ro'za tugadi. Xohlamayman, o'sha cho'g'im hozir oxirigacha nima bo'lishini bo'pti mayli, men oling. Oldin aytib qo'ymoqchiman, biz Rahshon bilan yoshlikdan o'rtoqmiz. Просто soxtalik bo'lmasin uchun sizlar gapirmayman, chunki sansirab gapiraman. Chunki oldindan men qiz bolani sansirayapsan deganlik akam biz yoshlikdan beri katta bo'lganmiz. Birga o'sganmiz. Hamma bayramlarni birga o'tkazganmiz. Shu joyda savol beraman sizlarga. Ota-onasi san'atkor bo'lish va san'atkorlarni farzandi birgalikda katta bo'lish qanaqa hissiyot beradi? Menga bu juda ham qiziq va men juda ham havas qilaman shunaqa odamlarga. Sizga ham. Qani boshlaychi siz? Qanaqa hissiyot bu? Bilmasam, men unaqa maktablarda aytmasdim. Bilgan bolalarni bekitib yurardim, lekin men Nega? o'ziga Sashra Zokirovani o'g'limisiz deyishardi. Lekin men bekitardim. Men oyimlar yurganimda, endi men yoshligimda juda polniy qiz bo'lganman-da, endi до определенного возраста. Keyin menga oyim bilan bu joyga borsam, oyim ko'rsa, "Это что, твоя дочка?" deyishardi. Chunki men juda puxli bo'lganman. Endi oyim unda 90-60-90 bo'lganlar-da, chotki bo'lganlar-da. Hozirgidek. To'g'ri. Endi Вау! У тебя что такая большая дочь? Это твоя сестренка или дочка? Asablarim buzilib ketardi shu gaplariga. Shundan keyin пусть никто не знает, что моя мама Раноша. Lekin я горжусь тем, что моя мама Раноша делает. Точно так же я горжусь, что я знаю Рану Закирову, и он там всех знает. Да. Lekin Rahshon молодец. Yoshligida zo'r bo'g'irsoq bo'lgan, lekin молодецsan. O'zini marafonlarini qildi. Juda успешный bo'ldi o'sha marafonlari. Qanchadan-qancha ayollarga yordam berdi. Marafon. Men studentkalik vaqtimda bularni shu videolarni ko'rib qolganman. Endi men studentlik vaqtimda o'sha rostdan ham men o'zimni sal to'g'richaroq deb o'ylaganman-da. Shunaqa marafonda qatnashish xohlaganman. Meni taksizligida. Nimaga? Shunaqa o'ziga ishonch bilan qizlar men sizlarni shunaqa darajaga keltirib bera olaman deb. Tak shunaqa zo'r oratorskiy gapirganlar, o'sha paytda meni pulim yo'q edi. Nechun strashnim. Hozir ozaman, hozir tug'alik keyin birga ozamiz. Birga ozamiz. Xudo xohlasa. Qani? Xo'sh, boshlaymiz. Sizga nima kerak? Menga skorotka bilan anaqa, nima deyman, tovoqcha kerak. Qaynatishga men buni. Aha, tovoqcha sizga? Menga xuddi shu. Menga skorotka kerak. Menga skorotka kerak. Kimdir birinchi dondozlikka o'ynaydi. Menda skorotka bitta. Давайте. Okey, siz boshlang. Ha, xo'p, siz bilan gaplashib turamiz. O'zi Umid aka, sizni образованиеңiz rejissyorskiy tugatgansiz. Bu narsani Peterda tugatgansiz. Ya'ni men borganman sizni oldingizga, o'shanda ham yurganmiz Peterda. Nimaga o'z Toshkentga qaytdingiz? Nimaga u yerda qolmadingiz? Nimaga u yerda rejissyor bo'lib ketmadingiz? U yerda ham spektakllar qo'yardingiz siz. Toshkentda ham qo'ygansiz spektaklni. To'g'risi o'zi qolmoqchi bo'lganman u yerda. Men 2020-yil qaytganman. Bu yerda Yosh tomoshabinlar teatrida Bremenskiy muzikantini qo'yib, diplom ishimni topshirgani kelgandim. Qaytib ketayotganda koronavirus boshlanib, shu bilan hamma yo'llar yopilib, shundan qolib ketganman. Bu yerda oyim nima qilasan deganlar, shu bilan keta olmaganman. Diplomimni yarim yildan keyin berib olishgan. Shundan qolib ketdim. Shu bilan qolib ketdim. Koronavirus sabab qolib ketdi. Agar koronavirus bo'lmaganda, menimcha hali ham o'sha yerda bo'lardi. Endi Rossiyada ijod qilish qanaqa, bizda ijod qilish qanaqa? Shuni ham сравнениясini aytib beringchi. Rossiyada endi yevropeyskiy oqim, tam sahnada xohlagan narsangizni qilsangiz hech qanaqa negativ bo'lmaydi. Masalan, endi o'zligini absurd janrlari bor, simbolika janrlarida xohlagan narsangizni qilsangiz bo'ladi. Bu yerda baribir qanaqadir chegara bor. O'zimiz o'zbegimiz, tam dinimiz, o'shanga shu tomonlama atak razница unaqa katta emas, lekin baribir bu yaxshi, bu yerda baribir o'zingizkilar, роднойлар. Дерадиосы там пригодился. Men baribir O'zbekistonga qaytdim, Rossiya. Ayniqsa hozirgi paytda. Yaqinda Peterga borib keldingiz, ощущениялari qanaqa? Tем более xotiningizdan borib keldingiz. Yomon. Men to'g'risi rosa sog'inib 5 yildan keyin boraman, ko'raman deb bordim, lekin oldingi Peter hozirda emas. Yo'q. Nimasi yoqmadi? Odamlarning grubiyligi, keyin shu bir ikkita teraktlar bo'ldi Rossiyada va kimdirlarni aybi deb butun xalq stradat qilib qo'ydi-da. Yoki o'zbek, там, не знаю, churka или tajik bu deb отношение qilmaydi, gaplashgisi kelmaydi, mensimaydi.
yuzingizga qarab muomala qiladi, o'zbek bo'lganingiz uchun o'chirtlarga qo'yib tashlaydi. Bitta dollar maydalaganim uchun 1,5 soat qolib ketdim. Shu anaqada o'zinikilarni qiladi. Hozir baribir boradi, juda. Lekin bizga ular kelsa, biz naborot ularni deb kutib olamiz. Ular Rossiya xalqi o'zi ham juda zo'r xalq. Ularda ham bor-da shunaqa odamlar. Baribir ichimdan yaxshi ko'raman Rossiya. Pitermi yo Moskvami? Piter. Nimaga? Madaniyatli bo'lganiga va tarixiy bo'lganiga, odamlari ham yaxshi Piterda. Mana men bilaman hozir endi gaplashganimizda baribir aktrisani bolasi bo'lish nima sababga endi hammaga ham to'g'ri kelmaydi, hammaga ham yoqmaydi yoki ko'plar uyaladi. Mana siz yoshligingizda qanaqa bo'lgan? Siz ham uyalganmisiz yoki ko'proq faxrlanib yurganmisiz yoki qanaqadir vaqtdan keyin tushunganmisiz? Vo, meni onam rostdan ham velika aktrisa, men uni yaxshi ko'raman. Bitta nima bo'lardi, что bu Ra'no Zakirovaning o'g'li bo'lgani uchun deb ko'p joylarni zeleный svet bo'lishi sal yoqmasdi. O'zim kuchim bilan uzr, kichkinasini yoqing, kattasi anaqada bu gaz hidi chiqadi. O'sha o'shda? O'sha yerda yoqing. Uzr. Ra'no Zakirovaning o'g'li ko'mayli o'tib ketsa endi sal tanish bilish kichkinasini yoqmasdi. Atak lekin O qiynalmaganmisiz? Ne? Nima aytmasdim hech kimga. Kim bilsa bilardi, atak o'zim men odam Ra'no Zakirovaning bilmasdim. Agar qisqaroq aytsak, sizlar bir-biringlar uchun xotindan tashqari kimsizlar? Men bunga kecha ham aytdim. Sen meni o'rtog'imsan, sen meni singlimsan, sen meni opamsan, sen meni xotinimsan, sen meni jigarimsan. Hamma narsamsan deyman. Hamma narsa. Radnoy-da jigar. Jigar. Ham meni asabimsan, ham soch oqarishimga sababchisan. Qop-qora edi sochlarim. Etagin. Bu etagingga o'tib olgan. Etagini? Hamma yollarni olsa. Etagin. Biz o'zimizdan o'zimiz oqarib ketamiz. Endi rostdan. Men shunaqa yomon bir megera xotin bo'lishimga sizlar ishonasizlarmi? Ishonasiz. Ko'zini to'ldirib gapirsa-chi, boru, ana yaxshi ichlaringiz g'alati bo'lib ketadi-da. O'zingiz ham ishonmaysiz-ku. O'zi qanaqa bo'lgansizlar? Endi bilaman, men istoriyani bilaman, endi ko'pchilik bilmasa kerak. O'zi bilamanki, sizni Ra'no opam topganlar, Umid akaga yetganlar va Umid aka sizni birinchi впечатлениеңiz qanaqa bo'lgan? Mayli, ko'rishamiz deganman, bo'ldi. Oyim ko'rishgan shu qizlar deganlar. Bradveyda ko'rishganmiz. Shu yoqqan. Men qayerdan bilganman bu men taqdirligimni, ko'p joyda aytaman. Kushkani olganimda qo'limdan taqib turgan. Shunday aytganman. Sizmi? Meniki-da, qiziq emas. Alam qilgan, bu suvni bez turgan narasiga. Men bunaqa titrab oxir qo'yib qo'yganman, bildirib qo'yganman. Dahshat bo'lgan. Aytganman-ku, takoy chashka etagida anaqa tarelka. Men ularga choy berdim, choyni ovatdilar, takoy. Bir-biriga urilib takoy shunaqa chiqadi. Nima miyizni otgan o'sha paytda? Men o'zi tayyor bo'lmaganman birinchidan, uylanishga aytamiz, встречаga shunaqa uxlab, sochlarim patiyib borganman. To'g'ri lekin. Kiyimlarim ham bir ahvol, bari yoqmaydi deb borganman. O'sha kushkada уже sezganman, что это moya женщина. Yurak jiz etgan, o'sha jiz etganda. Shunaqa. Qaysi birinchi hissiyotlar yoqqan? Madaniyatli, aqlli, ekan milliyligi borligi shu tarafdan. Bugun juda chiroyli kiyinib ketdilar o'zi. Da, Dilbarda shu narsa bor, bir xilda chiqishadi, ya'ni milliylikni targ'ib qilinglar deyshadi. Ular aytishidan oldin Dilbar o'zi milliylik targ'ibi bo'lgan. O'zi asli bizga hech kim aytmaydi. Biz o'zimiz, men o'zim yaxshi ko'raman milliychi kiyinishni, просто erkaklarga qanaqadir bir narsalar kam. O'shaning uchun ham bularni prezidenti o'zi отметить qilgan, bular aytganlar, shunaqalar bor deb. Xursand bo'lganmiz. Bu qanaqa e'tirof, bu juda kuchli narsa. Men кажется, bundan keyin fosh motivatsiya olib hamma Instagram yoravergan odamlar shularda o'zi. O'zi qanaqa bo'lgan? O'sha o'zbek filmida prezidentimiz Shavkat Miromonovich aktyor aktrisalar bilan uchrashganda
Makros mikrofon tutib gapiring. Mikrofon bundada. Shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Xotin qattiq bo'lsa yo'shadi. Podstava qilishda menga texnichka berib yetib qo'y. Onamni turmushga, onam o'zlarini iliq fikrlarini bildirganlaridan keyin onam o'tirganlarda prezidentimiz keyin onamni alohida turg'izib, biz sizni farzandlaringiz haqida o'zlarini iliq fikrlarini bildirganlar. Shundan oyim bizga aytganlar вообще. Mana Instagramda ko'rib shunaqa faxrlanib ketganman deb voy deb. Yana ham mas'uliyat bo'lganda keyin kontentlarni ishlash. Shu oxirgi yillarda kontentinglar va shu oilaviy bo'lib ketgan. Endi baribir sizlar oilani targ'ib qilasizlar. Bu narsa zo'r deb o'ylayman. Lekin mana Umid aka siz rejissyorsizda, boshida shuncha postanovkalar qilib, o'zi hayotingizda, ishingiz davomida qanaqa qilib o'zingizni topgansiz? Qanaqa qilib o'ylagansiz? Bu oilaviy kontent, bu точно yeydi, zo'r ketadi deb. U payt bizga kirgan paytimiz oilaviy tandemli почти yo'q edi. Kim Ozod akam Shukurlayev bor edilar, lekin ular ham o'z ayollari bilan qilmasdilar, Maftuna Shokirova bilan qilardilar. Endi Sariq bola Jahongirni aytsak, u ham как бы oilaviyda bo'lmaydi, chunki aristokrat jamoasi bilan qilardi. Вроде бы yo'q oilaviy. O'shanga bizni Dilbar bilan yo'q deganmiz, bozor bo'sh. Oilani olib kirish kerak, chunki bari davlatimiz ham, davlat rahbarlari ham oilaviy narsalarni ma'qul ko'rishadi. Ajrimlar sonini kamaytirish, oilaning muqaddasligini ko'rsatish maqsadimiz bo'lganda, oilaga urg'u berganmiz-da. Boshida pranklar bilan boshlaganmiz, чтобы rekka chiqib olish uchun, to'g'risini aytaman. Keyin mana madaniyatga urg'u berib, ibratli videolar qilib, mana shunaqa chiqib olganmiz. Endi hozir ko'payib ketdi. Oilaviy narsalar. Rahmat. Omri vasillab keyin qaytamiz. Ikkalamiz ham ijodkor bo'lganligimiz uchun ham ikkalamizni deylik darajalarimiz, qobiliyatlarimiz, imkoniyatimiz menimcha shu yo'nalishda umumiy ko'rinadi. ikkalamiz ham giroy bo'la olamiz, birinchi o'rinda tura olamiz deb shu yo'nalishni olganmiz. Lekin bir narsani xosligi aytishim kerak. Men turmush qurganimda birinchi kunlarda Umid aka shunaqa tabiatlarida, xarakterlarida, gapirishlarida rus mentaliteti juda ham ko'p bo'lgan. Hozir mana vaqt o'tdi. O'zbekistonlashtilar. Hattoki so'zlarda mana boya eshitib kuzatyapman, shunaqa oqim, umuman olganda to'laqonli o'zbek lug'atiga asoslanib gapirishga harakat qiladilar. Va bu mening yutug'im deb Bu meni yutug'im. Bilsanglar bilasizlar. Va bizning kontentlarimizda eng katta tortishuv ham xuddi shu narsadan kelib chiqadi. Bizning qarashlarimiz bir-biriga kelish juda qiyin. Men ko'proq shu o'zbekchiligimiz, o'zimizning qadriyatlarini ko'proq ilgari sursam, bular ko'proq san'at, yo'q qilsa bo'ladi degan narsani ko'proq oldinga qo'yadilar. No, baribir oxirida o'rtada bitta nimaga kelamiz? Yechimga kelamiz, kelishuvga. Qanaqa qilib kim birinchi boshlagadi? Основном драматургия, mayda как продюсерский yo'nalishlarini O'zbekcha gapiring. Men nuqul gapirganimda yuribsan, men основном продюсерский yo'nalishlarini, organizatorskilarni hal qilaman. Bu основном Dilbar ssenariysini o'zi yozadi. Ssenariy yozish bo'yicha Dilbar. Men ham добавкаlar qilaman, men основном Dilbarda. Siz ko'proq rejissyorasiz, rejissyorskiy montaj. Gapirmayman. Ilhomim ketib qoldi. Shunchaga chiqib. Zo'r gapiryapti Dilbar. Ovqat siz endi anaqa kelin bo'ladilar-ku endi menga Dilbar, to'g'rimi? Nima qilyapsiz kinayi? Sizlarni oranglarda hozir tandemlarda ko'proq sevgimi yoki partnyorsan? Partnyorsa degani ko'proq shu kelishuvda. Moslashuv, kelishuv. Moslashuv desa ham bo'ladi. Moslashuv emas. Qilish такой. Партнерство, именно как команда. O'zimdan bilmaymiz. Endi meni fikrim shu. Menimcha, mana служба deydi-yu, menimcha biz ishda как partnyormiz, hayotda как sevgimiz deb o'ylayman. Chunki hech ishqiy munosabatlarni syomka jarayonlarida buni qilmaymiz. Syomka jarayonida bizani ko'rgan odam er-xotin deb o'ylamaydi. Shu deb o'ylaydi. Mana shunday bo'layman menimcha. Shunaqa operatorlarimiz o'zi o'rganib ham qolishgan, ushib ketamiz, o'ziga ajratib olishadi. Mana shunaqa. Chetdan ko'rgan odam ayol kishi eriga ham shunaqa gapirishi mumkinmi deb mendan ko'ngil qolib ketishi mumkin. Ijodiy o'shamiz. Ijodiy bizda to'qnashuv kelganda bir-birimizni rostdan ayamaymiz. Lekin shu agar ijodiy to'qnashuv bo'lmasa, menga кажется, kontent yaxshi chiqmaydi. To'g'rimi?
qancha shu spor bo'lsa, har bitta o'sha postimizda kamida 2-3 ta baqir chaqir bor. Shunaqa. Ha, yana bizda etaplar ko'p, bosqichlar ko'p. Mana Chunki Dilbarda 8 ta yo'nalish bor. ideya qilamiz, mayli u yo'nalishni amallab topa oldik. Ideya qilindi, yozildi, uni tasdiqlatdik. Xo'p, mayli, ketdi syomkada. Ketdi o'sha yerdan boshlandi hamma narsa. Syomka tugab montajga o'tamiz. Montajni bular menga tayyor qilib ko'rsatishadi. Endi tasavvur qiling, u montajni xuddi исходныйlarni qaytadan terib chiqqandek montaj qilaman yana. Yo'q-e. Da. O'sha narsa asab ketadi. Bu o'sha joyda Montaj jarayonida o'tirmaydi. Hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin yoqmadi deb boshqatdan buzadi. Biz o'sha paytgacha 4 soat vaqtimiz ketgan. Voy, montajga yonib ketadi. narsasini mana ketma-ketligini joy-joyiga qo'ymasdan montaj qilish mumkin. Yo, endi Qanaqa qilib? Yo, meni jahlim chiqadi-da. Men o'zim shu ssenariyni o'zim yozganim uchun buzishgani yoqmaydi menga. Rostdan ham yoqmaydi. Qanaqa qilib ssenariy qo'lingizda turibdi-ku? Nimaga bunaqa montaj qilasizlar? Nima bu narsa qolib ketishi mumkin? U ham mayli. Endi syomka jarayonlarida bo'lib turadi. Endi men milliycha, o'zbekcha kiyimda chiqsam, ayniqsa millatlar videosida bo'lganda keyin men uchun особо tikilmaydi-ku. Men uni praktika olaman. Qaysidir masalan deylik, menga yoqmaydigan holatda kiyim qiyshayib qolgan bo'lsa, boshqa bo'lib qolgan bo'lsa, shuni qo'yib yuborishadi-da. Sizga yordamchi kerak ekanda. Tak, mana shu holatda montaj qilib ommaga ko'rsatmoqchisizlar deyman-da. Oxirgi marta turishganimiz qaysida bo'ldi? Xorazmda yomon urishdik. Xorazm boshidan urish oxirigacha kommentariya video joylaganimizdan keyin o'sha u yog'i Xorazmliklar bilan urishdik zamon. Xorazmda 10 ta tuman bor bo'lganiga, har bitta tumandagi odamlar yozganda farqlanadi. Bor, mana millatlar shuncha yomon-da. Mana biz O'zbekistonni deb olib chiqsak, O'zbekistonning nechta viloyat bor? To'g'ri. Farg'onada boshqacha Namanganda. Ular yo'q, unaqa emas dedi. Biz uni simvolik olib chiqamiz-da. Tushuntirib olmaymiz odamlarga. Men tan olaman. Shu kungacha bir 8-9 ta millatlar videosini qilgan bo'lsak, boshqa bir millatlarni qilgan bo'lsak, eng qiynalganim Xorazm viloyatini. Lekin uchib ketgani ham menimcha Xorazm, ha? Deyarli. Har holda. Turkiya birinchi o'rinda turibdi hozir. O'zi kimdan bu ideya chiqqan? Mendan. Sizdanmi? O'zi qanaqasiga? Tataristonga reklamaga borganimizda u yerda qarasam ko'p blogerlar kelib ochiq reklama qilib ketishyapti, obzor qilib ketishyapti. Men endi biz obzor qilmaymiz-ku. O'tirman, tatar deyapman, tatar kelin olib chiqaylik deyapman. Ulardan so'raman, tatar kelin haqida qilishganmi desam, yo'q deyishdi. O'shandan boshlangan o'sha Saida Rametova boshlab berdi. Bizda har bitta millatda o'zimizning izuminkamiz xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlarni qaytaryapmiz. O'sha narsa hozir endi ommalashib ketdi. Ko'p blogerlar ham o'sha chaqirishni boshladi. U aktrisalarni, bu aktrisalarni. Shunaqa ensasi qotib borayotganlar o'zi asli biz olib chiqamiz deyishadi, lekin men ko'rmagan. Aslida xalq artistlarini biz olib chiqdik. Masalan, Ra'no opam Shadiyeva hali hech qanaqa kontentga chiqmaganlar, lekin menga va'da berganlar, rus kelinga meni yonimda bo'lgan shu narsa. Menimcha bu video chiqquncha u video ham chiqib qoladi. Da, xudo xohlasa, может montajda qo'yinglar. Mana hozir Lola Eltoyeva bilan переговорlar bo'ldi. Lola Eltoyeva ham chiqmaydi Instagramga. Hindiston kelinini olib chiqmoqchimiz. Hindga. Endi hamma anaqa-ku, anaqani deb bilishadi-ku Lola Eltoyeva. Kajol. Kajol deb bilishadi. Kajolni bilishadi-ku, ovozlarini ham shunga Hindistonga Lola Eltoyeva zo'r tushadilar dedik. Zo'r. Da. Пока прервемся тогда. Anaqa siz bularni ovqat tayyor bo'ldi. Hozir endi o'zbekcha ovqat qilishlari kerak. Meniki tez. Tez bo'lar ekan. 10 minut. Lekin rostdan juda ham mazali. Menimcha men yeb qo'ysam kerak hammasini. Etin nima qo'shdik? Xo'p, bu hamma biladigan o'sha turklarning mashhur nonushtasi uchun tayyorlanadigan menime. Buni bir ovqat deya olmayman, buni bir delikates desam ham bo'ladi. Bu ovqat emas, lekin hammamiz bilgan o'sha serial Kurtlar vodiysida aytadi. Nima Polat aytadi. Kim shu anaqani zo'r qilib bersa, o'shanga uylanaman deydi. Shu darajada bu turklarning eng sevimli taomlaridan biri. O'shaning uchun men uni o'zgartirdim deya olmayman, o'zimga moslab shunaqa tayyorlayman. Nima soldingiz? Xo'p, juda ham oson. Piyoz solinadi, pomidor solinadi, ketidan bulg'or qalampir solinadi. O'sha vaqtida maromiga yetkazib qovuriladi hammaligisi. Keyin quyuqroq massa bo'lganda ukrop
ko'kat solamiz. Oxirida ko'plar bilasizmi, ser qo'shadi unga, o'zlarini tabidan kelib chiqib, masalan, men tuxum qo'shaman, yana ba'zilar bor boshqa bir nimadirlar, taksilar qo'shganlarni eshitganman. Hamma o'zidan kelib chiqib shu oxiriga nimadir soladi, ammo tuxum solish yaxshi ko'raman. Voy. Sevgi qiluvdilar. Yo, endi boshladik. Hozir bitta video ko'rdik, shunga qildik. Ha. Mayli. Biz juda ham xursandmiz. Hozirgi o'zbek Instagrami kerak bo'lsa Miravoy Instagramdagi content makerlarni sindira oladigan, raqobatlashib turadigan blogerlarimiz borligidan rosa xursandmiz. Chunki hozir Instagram olami oddiy, ya'ni bachkani 18+ qimorbazim bitta tomoni, o'rta tomoni, ya'ni harakat qilayotganlar bor va hozirgi o'zini o'sha o'rnini topib olganlar ichida juda xursandmiz. O'rin topib olganlar ichida bular ham bor. Men bu narsadan rostdan xursandman. Men bu narsa bilan faxrlanaman. Rostdan aytsam, har mendan ham ko'p sizlarni oyim kuzatadilar, bilasizlarmi? Har bitta qo'ygan narsalarni oyim pashi hamma joyda kommentirovat qilib beradilar-da. Keyin aytadilar, "Молодцы" deydilar. Baribir yosh oilasi, o'sha kuni umid aka, yosh oilasizlar baribir sizlardan ham u narsa eshitdingiz. Yosh oila emasmizlar. Bizlar yosh oilangiz qolibdimi? Qanchasi uylanib turmush qurmoqda? Topgan gaplari men qaridim, bo'ldi. Men eskirdim, bo'ldi. O'zi aql bo'linglar bolalarim. Mayli, shunaqa dursinlar. Siz qaramasangiz bo'ldi. Baribir biz qaradik deb qolsin, o'zingizga javob bering. Ularni kontent qilayotganlarga ham baribir yo'l ochilyapti. Mana zo'rda. Biz ham o'sha sekin o'zimizning vaqtimizdan o'tyapmiz, o'sha какой-то смысле deb o'ylayman. Ahop shu vaqtinglardan o'tsanglar keyin nima qilasizlar? Hayot ko'rsatadi. No, o'shanga harakat, tayyorgarlik bor shu bizda. Lekin bir paytda yana boshlovchilik qilmoqchi bo'lib to'yga chiqyapti-deylar. Nimaga uni to'xtatdinglar? Jamshid akam Umurzoqov ustozliklarida o'rgandik, ta'lim berdilar bizga. Keyindir homiladorlik payti edi, farzandli bo'ldik, to'xtab qoldik. Boshlovchilikni o'rgandik. Ana gap bo'lmasligi uchun sizlar ham ashulachi bo'lib ketdinglarmi, yoki sizlar ham boshlovchilik. Chunki har bitta qatlamni o'rganib, o'zimizdan o'zlarning tekstlarimiz bor, to'yda nima olib boriladi, hammasi professional tarzda, professional ijodkor, professional boshlovchidan darslik olib, mana endi balkim o'sha keyingi yildan yoki shu yildan boshlaymiz deb turibmiz. Qaytamiz. Boshlovchilik. Yana undan tashqari sizda prodyuserskiy sentrlar ham boradi, ishlasam. Da, yaqinda ochdik. Bu bizda hali bu anaqa edi. Yangilik edi, sekret. Oqshom o'rgangan. Da. So'raganlar. Zakirov production ochdik. Ya'ni Zakirovlar medias deydimi, production nima deydi o'zi? Shunaqa Zakirovlar medias degan ochdik. U yerda o'sha professional reklama, biz o'zimiz blogerlar ichida, bilmadim, qanaqadir maqtanchdek bo'lib qoladi, aytmaymi? Yo'q. Texnika oldik. Onyx mashinasini hajmida turadigan, stoyimizda turadigan va 18 ming endi oddiy svet ham shunaqa turadi. Полностью professional texnik ishlayapti, 10 ta odam ishlayapti kontentlarimiz ustida. Mana kecha Volkswagen Caddy mashinasini ko'ryapman. Ya'ni o'sha texnika ortadigan mashina, unga nakleykalarimizni yopishtiramiz. Ya'ni blogerlar ichida hali hech kimda yo'q bu narsa. Shu narsani olib kiryapmiz. Reklamadatellarga ham katta ob'yem bilan boramiz. O'sha formati 4K bo'ladi. Eng yuqori sifatda videolarni topshirishga harakat qilamiz. Balki qaysi blogerlarga balki bu narsaga bir shak bo'lib qolar. Ular ham yana ham o'zini mediasini kuchaytirib, kontentini ustida ishlaydiganlar yana ham olib qanaqadir bir bu naborot rivojlanishga qanaqadir hissamiz qo'shilsa kerak. Zo'r narsa bo'ladi, chunki men o'zimdan kelib chiqib aytmoqchiman, men ham production topishga qiynalaman-da. Xudoga shukr, bitta productionim bor, пока что ushlab turibman, lekin undan oldin biz 5 tadan ortiq production o'zgartirganmiz. Masalan, 100 ga tushadigan production topish ham qiyin. Sizlarga omad tilayman, zo'r. Biz endi Dilbarra ovqatni tayyorlab bo'lganmiz, ancha bo'ldi. O'sha hisobam ketdi, suv ham qo'yib qo'ydik. Просто o'zimizdan kadr ortida gaplarimiz ko'payib ketdi. Shu ko'rishib turish kerak ekan. Chaqirmay qo'ydinglar-da. Ruhiyatim lekin og'irlashib qoldi, zo'r gap aytyapman hozirgi videodan keyin. Tak, prям seryozni hozir bitta o'tirib nimadir yozsa bo'ladigan bir ijod qiladigan bir ruhiyatda turman. Ha, shunaqa ruhiyatda turman. Mayli, siz bilan faqat ijod haqida gaplashib turamiz, bular ovqatlarini qilsinlar. Da. Yo, o'zi, masalan, siz uchun hozir ijod bilan oilani teng-teng olib ketish qanchalik qiyin? Bu oson narsa emas. Men o'zim ham bilaman. O'shuning uchun qanchalik qiyin deb boshlayapman. Men ko'rganmisizlar, takoy
pultmi такой nimadir keladida tok qo'yadida orqasini ochib tok o'zi borsa o'lib shartta tok ustiga tushadi-ku yashab ketadigan o'sha holatdamiz desam bo'ladi. Yo'q, u darajada bo'rttirmayman-ku, lekin rostdan ham biz yashashga prям kurashyapmiz, harakat qilyapmiz bolalarimiz bilan. Qaysi ma'noda? Ularga hamma narsa o'zimizni, ko'nglimizni xotirjam qiladigan darajada ideal bo'lishi uchun. Syomkamiz tugaydi, soat 4:30-5 dan keyin o'sha bizani oilaviy hayotimiz boshlanadi, mana robot hayotim boshlanadi. Prям butun borlig'imizni bolalar shu darajada o'ziga singdiradi, prям yo'q bo'lib ketasizlar yo'da. Ikkita bola, ikkalasi ikki xil dunyo, bittasi hali kichkina, endi emlashni boshlagan, kattasi o'sha xarakteri bor, shakllangan, nimadirlarni so'raydi, gapiradi, qiziqadi, xursand bo'ladi. Ba'zan rashk qiladi qo'limdagi boladan, qo'y, oyijon, qo'y, uxlasin deydi. Yana u ikkita bolani o'rtasida qolib, ikkalasiga bir teng darajada mehr berish juda ham qiyin va buni bera olmasdan onani o'ziga bo'lgan hissiyotlarni menimcha har ikkita uchta farzandi bor onalar bu narsani tushunadi. Vijdoningiz qiynaladi. Hattoki menda shu ikkinchi farzandim bizda surpriz bo'lgan, to'g'risi, surpriz bo'lgan. O'shanda shu darajada bolam tug'ilgunga qadar katta farzandimga qarab shunaqa ko'p vijdonim qiynalgan. Nima qilaman endi, qanaqa qilaman bu farzandimga, men bu narsalarni o'rgatishim kerak edi, uni hayotida bu narsalar bo'ladi, ammo u vaqtda qo'limda bir boshqa bola bilan unga vaqt ajrata olmasam-chi, u kimdan kutadi mehri, kim o'rgatadi unga bu narsalarni degan fikr xayoli o'tdi, lekin xohish istak sizni shu darajada matonatli qilar ekan. Farzandingiz uchun hamma narsani qilgingiz keladi, o'shaning uchun eplaydi. Oyijon aytadilar, xohlagan inson, qilaman degan inson eplaydi. Nima biz ham shunaqa eplab yuribmiz, harakat qilamiz. Shunaqa. Bilmadim, bu boshqacha hissiyot. Ra'no opa qanaqa qaynonada? Voy, oyijon, men to'g'risini aytaman, qaynona desam, oyijonimlarni qanaqadir o'zimdan uzoqlashtirganroqdek his qilaman. O'shaning uchun kimdir menga murojaat qilib, qaynonangizlar desalar, oyijonimlarmi deb sразу to'g'rilashga harakat qilaman. Keyingi menga murojaatlarda oyijoningizmi deb menga murojaat qaytarishlari uchun menga sal uzoqroq tuyuladilar bunaqa murojaat qilib aytish ularning nomlarida. O'shaning uchun oyijonga keladigan bo'lsak, har tomonimizni qo'llab-quvvatlaydilar. Hattoki to'g'risini aytaman, shu kunlarda meni uyimda katta bir bardak bor, tartibsizlik bor. Bir uy yig'ishtiradigan ayol bilan meni tanishtiruvdilar. Telefon qilib gaplashib oling, kunlarni kelishib oling, sizga yordam bo'ladilar deb. Hatto ularga telefon qilishga ham bizda vaqt bo'lmadi. Bugun meni telefon qilib, opajon shunaqa qachon kela olasiz deb gaplashganimda aytdilarki, men qaynonangizlar bilan gaplashdim, men juma kuniga boraman dedilar. Men bu narsani bilmayman hattoki. Va bu narsaga xursand bo'lamanki, hech qachon menga kelib ma'lumot qilmaydilar. Qaysi ma'noda? Uylar yig'ilmagan, bu joylar kir, bu joylar toza emas, qanaqa qilib yashayapsizlar? Lekin kirgan inson haqiqatda shu gaplarni aytishga sabab bo'ladigan darajada bardak bor. Yo'q, men endi bitta narsa aytmoqchiman. Ra'no opa judayam chistapot, juda men har doim mehmonga borganimda, masalan, mehmondan oldin ko'p uylar yig'ishtiriladi-ku, lekin Ra'no opada unaqa emas-da. Ra'no opada o'zi shundoq ham hamma yo'q, prям aytadi-ku, nimaydi, yerda ovqat yesa bo'ladi deydi-ku, shunaqa darajada-da, tobog'im shunaqa darajada toza bo'lganda har doim uylari. Bilmadim, oyijonning darajalariga yetib borishim uchun menga yana necha yil kerak bo'ladi, lekin men bo'laman shunaqa. Bo'laman, rostdan bo'laman. Chunki qaysi bir insonni yaxshi ko'rsangiz, unga taqlid qilishni boshlasangiz, bu narsani o'zingiz xohlab qilmaysiz, o'zi birdaniga yuqib ketadi bu narsa. Masalan, gapirishlarimiz o'xshab ketib qoladi ba'zan. Ba'zan oyijonning prikol qilib, ozgina kopirovka qilib beraman Umid akamga. Bu narsa borib men bilaman, bu meni kelajagim oyijonning hozirgi kunlari deb o'ylayman. Chunki ular menga ko'p narsani o'rgatadilar. Shuning uchun men kecha shu narsani o'zim xayolimda o'tkazdim. Meni oyijonimdagi inson hattoki meni akamlarning ayollarida ham yo'q. Jozlami? Meni akamni ayollarida ham bunaqa oyijon yo'q. Men shu darajada oyijonni yaxshi ko'rib, shu darajada o'zimni ularga prям farzand sifatida ko'raman. Balki undan ham bir
farzand deb qanaqadir chegaralashim mumkin. Men ularga aynan o'zim kim deb bilmayman, lekin sababsiz o'zingizni tug'ishganingiz bo'lmagan insonga bu qadar yaxshilik qilish bizani jamiyatimizda bir mo'jiza desam ham bo'ladi. Nima uchun sizni bir marta bo'lsa ham qattiq urishganlar? Yoki nimadan keyin siz masalan urishganlardan keyin ichingizda anaqa voy marosam shunaqamanmi deb ana o'ylab qolgansiz. Taksikoz vaqtida bo'lgan. Ha. Taksikoz vaqtida biz dahshatli urishganmiz bu kishim bilan. Uyda qozon, tovoq hamma narsa uchgan paytlari bo'lgan. Keyin men telefon qilganman. Oyjon, o'g'lingiz mana shunaqa qilyaptilar. Keyin oyjon kelganlar. Keyin prям borganmiz, ajrashamiz degan darajagacha borganmiz. Bu ham shu taksikozni nimasida. Shuning uchun balki aytishadi, orasini yaqin qilmanglar deb. Chunki men o'sha endi o'zimni tiklayotgan vaqtimda yana bitta katta tanam uchun stress bo'lib kirib kelgan. Вот, men bu narsani nagruzkani ko'tara olmaganman. Qiyin bunaqa vaqtda odam gormonlarini boshqarish, xarakteringiz вообще o'zingizga ham даже yoqmay ketib qoladi. O'sha paytda xullas shunaqa narsalar bo'lgan. O'shanda balki men o'ylayman, oyjonni qaysidir ma'noda hatto qo'rqaman, hafsalalarimni pir qilib qo'yganmikin ham deb. No, o'sha payt bilasizlarmi, shunda ham nima bo'lgan? Keyin men ham bilan o'ylayman. Oyjon o'sha kuni Umid akani ko'chaga haydab borganda. Umid akani ko'chaga haydab borganda, bor ko'chada yasha, boshqa joy top o'zingga, mana Dilbar o'zi yashasin. Shunaqa bo'lgan. Lekin xotin urishib, ko'raman, qurishib olib, kechqurun mitiga telefon qilib, yig'lab, bir-birimizdan kechirim so'rab, yolvorib, keyin uyga uyingiz bor-ku, sizni keling qilib, shu bilan yarim kechasi Umid akani chaqirib olganman. Bari o'zi chaqirib olgansiz. Ha, va shunday ko'chaga qo'yib bo'ladimi desam. O'shancha shunaqa kunlar o'tgan. Bu emas, bo'ladi bizning hayotimizda va bizani shu blogimizda bo'layotgan qaysidir videolar balki bizani o'zimizning hayotdan olinadi va o'sha biz harakat qilamiz. Harakat qilmaymiz o'zi asli ham oyjonni donishmand, dono, har taraflama o'ylab, yetti o'lchab bir kesib fikrlaydigan inson, qaynona qilib gavdalantiramiz va bu narsa ko'plar hayotdan olingan. Bizning hayotimiz bo'lgan narsalar, o'shaning uchun balki insonlarga ko'proq manzur keladi bu narsa va haqiqatda hayotimizda bo'lganligi uchun ko'plarning ham hayotida bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lib o'tgan. Bizda ham bo'ladi. Bo'ladi, hamma uyda bo'ladi. To'g'ri? Menda ham qaynonam aytganlar. Nima edi? Ursang, sen o'zing oynaga ketib qolma deganlar. Sen haydavor uyda deganlar. Haydaganmisiz? Yo'q, sizlar yo'q, agar men telefon qilib, bugun kiyimlarni yig'ishtirib kel desa, o'zingiz yig'ishtirib keting, jinningizni. Sizni ham haydashadi. Meni ham bir ikki marta haydamoqchi bo'luvdilar. O'zingiz ketasiz deganman. Da, o'zingiz ketasiz. Oyingga ketaman. Men ketmayman, oyim ketganman. Hozir ham haligacha pul berib oyimga jo'natadi. Mayli, senga pul $100 bor. Oyimga ket. Umidki yakshanba shunaqa intizorlik bilan kutadilar. Уже dushanba biz oyimnikidan qaytganimizdan boshlab plan qiladilar. Shanba, yakshanbaga syomka qo'ymaydilar, plan qilmaydilar. Yo'q, Dilbar ketadi deb turadi. Ketmayman desam. Ketmaydi deysiz. Shunaqa, bizda shunaqami? Men o'zim qasam ichganman. Erini rozi qiladigan ayol bo'laman deb. Men ketsa rozi bo'laman deyman. Ketmaydi, pul olib, pul berib. Odamlar bir oyda bir marta boradi Umidga. Necha kun erini miyasiga shunaqa fikr singdirib, men boraman. Ammo даже so'ramayman. Shunaqa to'g'ri bo'ladimi shunaqasi ham tavba. Men borib. Ha. Rahmat. Davom. Dilbar ovqat. Aha. Bu Dilbar ovqati hozir Umid akani ovqati tayyor bo'ladi. Biz kechqurun semirish uchun shu ovqatlanamiz. Qarang, Dilbar yaqinda Instagramda ko'rdim. Sizga Umid aka mashina podarka qilibdilar. Bu to'xtab turing. Bu reklamami yo rostdan podarka qildilar? Reklama. Yozib qo'yganmiz. Reklama. Biz o'zi asli bunaqa nima deydi, haqiqatga yaqin bo'lgan, lekin yolg'on reklamalar qilmaymiz o'zi asli. Bu kungacha bo'lmagan, lekin bu bizani shu reklama partnyorimizning
talabi bo'lgan. Shunaqa bo'lganki, o'sha vaqt Navro'z ham Hayit bayramlari bir kunga ketma-ket kelib qolganligi sababli kelinglar shu ideyadan kelib chiqqan holatda bir-biriga yaqin bo'lgan ideyani qilamiz, ham unda bizning milliyligimiz ko'rinsin degan bir bizga talab bo'lganligi uchun biz shunaqa nima qildik. Podacha qildik, shunaqa yondashib ko'rdik, lekin aslida men bechora hali pravam yo'q. Bechorashka bo'lib yuraman ko'cha-kuyda. Aytdim. Vot Umid aka shuncha ham o'zini yaxshi ko'radim. O'ziga mashina olib, xotiniga hali ham mashina olib bermadim deb jahl qilganman, men bilasizmi? Mashina meni nomimda. Mashina meniki, nima deysiz aslida? Haydamasa hamsami? Zikr. Это ее, оказывается, машина. Это на ее имени. Ну вот ее машина. В смысле? Дом. Всё. Моя квартира на твоем имени. И что? Это твоя Это moya kvartira. Kamerani o'g'irib olinglar, zo'r narsa bo'ldi hozircha. Menga anajon aytganlar, sani kvartirang. Xoh, uni qilsang. To'g'ri, aytibdilar. Biz erkaklar hech nimamiz. Hech nima yo'q, rostdan hech nima yo'q. Sizlarni bitta oilalar bor, yo'q Adam ham shuncha ishlikli hech nimalar yo'q. O'g'limniki yo'q, xotinniki, biz erkaklar afsuski shunaqa zo'r bo'ldi. Yaqinda oyijon yangi uy oldilar-da, Adijon berdilar uyiga. Keyin men senga zo'r uy berdim, uy deb gap chiqib ketdi-da. Oyijon biz bilan gaplashganda, "Allojonim bergan uy, Allojonim." Adijonga qarab qo'yadilar. Ishlar ham berolmaydilar-da, oyijon bunaqa deganlarida. Men hechkimman bu yerda. Biz erkaklar faqat sizlar uchun yashaymiz, to'g'risi. To'ppa-to'g'ri ham qilasizlar. Qachon buni o'rgatasiz endi? Yo'q, buni o'rgatdim. Молодец. Qonun buzarligini hech kimga aytmaydi. Imtihonga bordi. 20 tadan kasida ikkita xato qilish mumkin ekan. Shu 18-sida keldi-da, 19-20da yiqilib chiqdi. 18-19-20. Menda birinchi marta shunaqa bo'lgan, lekin ikkinchi marta topshirganimda yutib chiqaman, yutib bas. Просто vaqtimiz bo'lmayapti buni o'qitishga, har kuni syomka. Men o'zim Gazetsani? Echan. Bunaqa qilishda video kamerani orqasida. Я говорю, как это YouTube chiqish mumkin? Yutib chiqmaganman, endi ya test proshla. Bo'p turadi. Mana Umid aka ham yaqinda meniki seniki qilib yuruvdilar. 5 yil oldinmi? Ularga Umid aka unaqa emas. Voy, bulardan o'zbek tilida qanaqadir maqol so'raylar, shunaqa chalpagin chiqarib yuboradilar. Kulib o'lib qolaman bor-ku. Chalpagin. Anaqa deysiz, men rus maktabda o'qiganman, lekin o'zbek tilini men bunga o'rgataman. No, bu sizda aura, может. Bizda teskarisi menga dilbar o'rgatadi. Aura sizda do'stlaringiz masalan ko'p. Yo'q, masalan, otalar adajon bilan ham o'zbek tilida gapiradilar, lekin oyijon bilan qozoq tilida gapiradilar. Практически все друзья были русскими всегда. No, menda nyanyechkam ham o'rus bo'lgan, sadik ham o'rus bo'lgan, onam ham o'ruscha gapiradi. Men onamga o'rgatganman o'zbek tilini. Siz xafa bo'lmang. Voy, hozir kichidod voy. Men chidolmagan bo'lardim, lekin rostdan. Tak, syomkada ekan. Face qilamiz sizlarni. Bizani efir shunaqa bo'lyaptimi deyman. Yo'q, o'zi rostdan zo'r gap aytaymi? Biz sizlardan olsak bo'lar ekan. Зато сами kelar. Da. Обязательно like bosib qo'ying. Обязательно. Hali ham podpiska bo'lmagan ekansiz. Podpiska bo'lmasa kuzatib turgan ekansiz. Hozir obuna bo'lib qo'ying. Like bosish bepul-ku. Vijdoningiz bormi? Alam qiladi bilasizmi? Faxsh, bachkana videolar like tiqilib yotibdi-da. Rasmotlarni bitta pul tikib rasxod qilganlaringizga like bos, yaxshi ham like bepul. Men unaqa emasman demak, ko'rgansiz, men ko'rganman siz o'sha yerda. Obuna bo'lmay kuzatasizlar. Vijdoningizni oqlash uchun ham oshxona to'lqa shuna podpisatsiya bosib qo'ying. Nafaqat Hatsa masalan, ilmli insonlar ko'rib sizni ko'rib qolganda, oshxona to'lqa ko'rar ekan deb sizga bo'lgan uni qanaqadir reagaji yoki uni fikri yaxshi tomonga o'zgarsin. Mana boya aytding-ku, Raqson nima haqida gapirasiz, sizlarni qiynaydi. Akasi mana shu narsa qiynayar ekan. Chunki biz mana reально katta texnika ishlaydi. Bitta videosida kamida $1000, $1,500 расход qilaman. Unda qancha reklama bo'lmaydi, lekin like kam, просмотр kam. YouTubedan chiqib ketdinglar sizlar. Qayting. Naborot siz o'zingiz yaxshi ko'rgan ijodkori, ijod qilayotgan insonni qo'llab-quvvatlab tursangiz, u yanada ham o'zini jonini berib anaqa qiladi-da. Aslida просто ikki marta ekranga urib qo'yish kerak narsalar ba'zida. Zo'r gap aytaymi? Agarda siz podдержка qilayotgan ijodkor to'xtab qolsa, kelajakda sizni bolangiz uchun sifatli kontentlar juda ham kam qoladi. Chunki ijodkor insonlar haqiqatda bunaqa motivatsiyaga muhtoj bo'ladi. Ularning ruhi shu narsadan oziqlanadi. Shu narsadan semiramiz. Shu narsa bizga ko'proq
berilsa, shuncha qilgan mehnatlarimiz ko'zimizga ko'rinmaydi. Yana ham ko'proq ijod qilishimiz kerak. Agar siz bu narsani qilmaysiz, prям o'sha insonlar bilan bo'ladigan bo'lsangiz, kelajak avlodingiz, farzandlaringiz sizni hayotda o'sha будущийda qanaqadir qarigan vaqtingizda gap qaytarib или вообще boshqa dunyoning odam bo'lib ketsa, bu narsa nima uchun bo'ldi, men nima qayerda xato qildim degan fikr o'zingizga bermang. Savol bermang. Rostdan ham to'g'risida men qo'rqib ketaman. Farruh o'sha katta bola bo'ldi, o'sha tushunadi, telefon, ko'radigan kontentlari to'g'ri. Ha, men YouTube qo'liga вообще bermayman uni. Aslida o'zimiz sababchimizda yomon kontentlarni. Chunki anaqa даже multiklarga aralashib ketgan bu narsalarda. O'shani LGBTni targ'ib qiladigan multiklar, bir ikkita Cocomelon shunaqalarni siz like bosib, repost qilib tursangiz, конечно, uni bolalaringiz rekomendatsiyasida chiqib keladi. Undan ko'ra mana o'zimizani Bek va Lola. Zo'r. Mana o'zimizning o'zbek multfilmlarimiz bor. O'shalarga like bosinglar. Ana o'shani bolalaringizga o'sha rekomendatsiyada chiqadi. Qayerga anaqa narsalar, cringe narsalarni ko'rib, ko'chadan og'zidan shaloq gaplarni eshitgandan ko'ra, buning uchun madaniyatimizni targ'ib qilaylik. Yaxshi blogerlarni targ'ib qilaylik. Mayli bizga bosmang, bizdan zo'rlariga bosing. Fahishlarga, bachkanaga, chiroyli kiyim chiqqan qizlarga like bosmang. Chiroyli? Smisi chiroyli? Yo'q. Endi-da, tushundinglar. Tushunishmadi, men tushundim masalan. Chiqar bo'ldi, vallahi da'st kesamiz. Lekin xotin жёсткий manipulyator ekan. Shunga negativ yo'q-da. Shunga negativ yo'q. O'shaning uchun Tabil. Shuncha gapga borib, bolangiz qilsa-chi. Shunga men hamma pullarimni tortib men hech qachon xato qilmayman. Kimsada pul yig'adi, kimsada pul naborot tranjira. bu transit qiladi. Yig'ishga harakat qiladilar. Axir men borman siz yoningizda. Axir men borman. Tuz Tuz solasizmi? Undaga tuz solmasiz. Tuzsiz ovqat. O'zi bo'ladi-ku anaqada. Ha. To'g'ri, g'irtdan kesaman ovqat. O'zlaringiz. Hozir men vilkalar olib kelay bizga. Yo, to'g'risi ham-da. Ne unaqa? Qo'yinglar, lekin shu momentlarni qo'yinglar. Qo'yamiz. O'qiganmisizlar, desam. Bilmaylar bormi? Farosatlar bormi, desam. Qo'ying, hech ko'payib ketmasin. Nima deyapsan? Boshlamasin. Yo'q, rostdan ham-da, allam qiladi. Bir kun yomon ham zo'r qiynalib bitta kontent oldik. Bir paytda bitta bloger bilan anaqa qancha ko'p like, prosmotr bo'lsa rekomendatsiyaga chiqarib beradi-ku. Bir payt rekomendatsiyam bilan chiqib ketdi o'sha qiz. Mana bunaqa. Jinni bo'lib qolaman like bilan prosmotrni ko'rib, biz bilan bir vaqtda qo'yganda. Bilin! Siz ham trend qilib boramiz, o'ynagan. Cho'mi chiqadi. Cho'mich mametta. O'zbekcha gapiryaptilar, ko'rasizlar? Ha, ancha-muncha to'g'rilabsiz lekin. Ha. No. Ha, to'xtab turing, choy bo'ling. Anaqa juda. O'sha gapirib qo'yavering, o'sha. O'ylab ko'ringlar, Nanaga borib yomg'irda $2,500 rasxod qilib, tosh davridagi odamlarni o'ynaganmiz. Men chiqatman o'sha paytda 5 oylik. Dabdalamiz, ro'zadormiz, ro'za payti edi. Uchmagandi o'sha video bor-ku. Mamlaqa uchib turibdi-da. Mamlaqa. Bo'lib ketganmiz. Yana chiqib kelishadi Instagramda hamma narsalar ko'payib ketdi. Tangani u tarafichi, o'rtoqlar. Siz like bosmasangiz ko'paymaydi. Ko'rmayapsizlar ko'zinglar. Yo'q, biz hech unaqa nima deydi, noliydigan darajada mehnatlarimiz qadrsiz demaymiz-ku, lekin bor shunaqa mana Yo'q, hozir bitta kontent qo'ydim. turmush o'rtog'imni shu o'rtoqlari, do'stlari bor shunaqa ijod qilishadi, shunaqa zo'r kontentlar qilishadi. Xuddi mana ko'rganimizdek, uzoq minutli qilishadi. Afsus, rekomendatsiyaga bu narsani chiqarib bermaydi Instagram. No, ko'rish kerak bu narsani odamlar. Вот. Искренне. Рамён как бы. Jan, ты когда-нибудь пробовал такого? Ana limon bor-ku. Juda on so'ng потом вообще shirin chiqadi. Sen yegulilar mas'ul to'g'ri. Butun komandamizga shunaqa ovqat qilib beradilar, rostdan ham kutib o'tiramiz. Hech kimdan qolib ketmaydi ovqat. Chiqqan bo'lsin deb chiqaman. Ikkita ingredient bundan aralashtirib qo'ydingiz, ko'pdagi har doim beri chiqadi. To'g'ri, hayotim. Mehr o'zi aytadi-ku. O'zi erkaklarning ovqati shirin chiqadi. Kстати, sizga ovqat qilib berib turadilarmi turmush o'rtog'ingiz? Yo'q. Hayotimiz davomida 2 marta ovqat qilganlar. 2 marta.
bir marta tovuq anaqa berganlar, ikkinchi marta tuxum bilan sosisga qovurib berganlar bo'ldi. Ikkinchisi даже hisobga ham kirmaydi. Shaka qiladi, manikini ko'ring. O'zi uyda qanaqa qilib bo'lasizlar mana masalan, обязанностьlar masalan. Kimdir bolaga qarab turadi, kimdir uy yig'ishtiradi, Universal farqi yo'q. Kim birinchi tursa o'sha qilib ketadi. Men ham bolaga qarayman, kerak bo'lsa idishda ham bo'laman. Nonushta qilaman. Nonushta ham qilaman, Ovqat ubirka ham qilaman, kirni aylantiraman, quruqdan hammasini qilaman. Buni endi nima uchun qilmayman? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z ayollariga yordam berganda, biz kimmizki yordam bermaymiz. Qatilarim bor. Shu zo'r narsani yaxshi ko'tardingiz. Undaga ko'proq gapirsangiz ham bo'lar shu. Bo'lib ketarmidi. Ha, kesib tashlaymiz. Yo, nima uchun? Men только anaqa masalan, ko'p oilalarda tepada bo'lish kerakmi aka? Nimagadir yordam berishini xotin quli deb tushunishadi. Ha, nimaga shunaqa men ham tushunmayman. Masalan, mana ham xo'jayinim kerak bo'lsa, parisos ham qiladilar, posуда ham yuvadilar. Bu normal holat deb o'ylayman, lekin bizda aslida domraботница kelib yasab ketadi uyi. No, agar bo'lmay ketsa, qarashadilar-da. Men bu narsani даже romantikani er-xotin o'rtasidagi romantikani bir ko'rinishi deb bilaman. Men bolani Yaxshi ko'rib ketasiz. Bolani uxlatib chiqib kelgandan keyin oshxona toza tursa, prям shunaqa sevib ketaman. Qanaqa insonga Posуда men yuvib qo'ysalar-chi. Voy, qaytadan Rozi bir qo'limiz mana bunaqa qilib tashlaymiz o'zi asli o'zimiz, lekin biz uchun bu narsa qilingani bu вообще narsa. To'g'ri. Tezlar yedik. Plus qizlar. Kommentariyada yozib qoldiringlar, sizlar xo'jayininglar shunaqa qiladimi uyda yo'qmi? Va nima uchun shunaqa ataladi xotin quli? Nimaga? Mayli, glubok ketaman. Tan. Ovqat tayyor. Yeb ko'ramiz. Qani? Bilkada удобнее тебе. Yo'q, Да? normalmi? Chiqib yoqsin. Kechiragin gapirgan gaplardan keyin shunaqa yeyib kelganda Qani? Aytib qo'y, dastavka qilib bera olmaymiz deb. menga farqi yo'q, uylarga ham kelib yeb ketaveraman. Пожалуйста. Xohlasangiz pishirib berishga jo'natib yuborishim. Как? Rostam, Tamla sachcha chiqgan. nimaga bunaqa? Nimaga bunaqa narsa? Sho'rvachaga o'xshaydi. Ha, o'zbekcha ramyo как бы. Arzon, ham to'yasiz, ham qiziqarli, не знаю. Sho'rvachaga o'xshaydi. Prям anaqa lapshali, prям. Endi lapshani kompaniyasini o'zingiz xohlagan yoqadigandan tanlab olsangiz, главныйsi bu. Tuz ham solmadingiz? Tuz ham solmadim. Chunki tushonkani o'zida tuzi bo'ladi, buni ham mana o'zining ichida paketlik tuzlari bor, как бы. Da. Bular o'ziga har kelganda ajoyib narsalar qilib berib ketishadi-da. Ne, real yaxshimi? Normal. Ma'mulingiz ham zo'r chiqdi, ikkiga o'xshab qolgan. Bir mazali bo'lib qolgan. Men lekin ta'mini ko'rmadim. Yo'q. Anaqa tuzini bilmadim. Не ожидала. Men o'yladim, bundan naqsin. Такая история deb o'yladim. Normal. Xullas zo'r chiqdi. Qolgan hamma sho'rada такой дорогой ovqatlar, nimadirlar qilsa, bizda nuqul big Sami. O'zan Chorsuga ham borsak, anaqa xonim, shashlik, дорогой restoran bermaydigan narsa beradi deyapti. O'sha ovqatlarni ta'mi. Mana degan $1000 go'shtingiz ham Chorsuda pishirilgan go'shtchalik chiqmaydi. Также mana degan xoningiz ham Chorsudagi xonimdagi bo'lmaydi. Также shashliklar ham, o'sha Parkent shashliklari, so'qoq shashliklari, so'qoq somsalari arzon. Voy, ikki qat odamni oldi unaqa demaydi. Oxirgi ikkita savolim bor sizlarga. Mana bir-biringizga nima uchun shukrona aytasizlar? Mana siz boshlang. Nima uchun? Menimcha, o'sha men Dilbarsiz hayotimni tasavvur ham qilolmayman-da. Nima bo'lsa, depressiyada bo'lsam ham, baqilsam ham tushunib, mana boshimni qo'yib, boshimni sillaydigan onam bilan bo'ldi. Shu. O'shanga Dilbar как моя вторая мать deydi, ikkinchi onam deb olib qo'ygan. Biz o'z erkaklar o'zi mingta tashlanib yursak ham, hamma erkak baribir bola.
80 yosharlikmi bari bola. Yetolmaydi, yig'lolmaydi, no bola. Chunki biz nabrot ayollarga muhtojmiz har doim. Onamizga, ayolimizga muhtojmiz. Bundan oldin gapirgan gaplarni eslab qoldinglar. Bundan oldin. Buni ham eslab qolinglar. Hozir to'xtanglar, qaytamiz. Endi qaytdik. Eshitdinglar? Hamma erkaklar shunaqa, помните. Это очень классно. Sizchi Dilbar? Ko'zimga yosh keldi hozir gaplardan desam. Tan olinish bu ayol kishi uchun bu menimcha cheksiz baxt. Chunki men shu narsani tushundim, angladim. Har bir ayol ham oiladan baxt topolmagan ekan. Ayol baxtini his qilib ko'rishmagan ekan. Menda Allohga shukr, oila tomonlama, ijod tomonlama ham har tomonlama menda to'laqonli baxt bor. Hech qaysi bir tomonga qarab shu joyim sal kamroq degan qanaqadir o'ksinish bo'lmaydi menda. O'sha tomonlama juda ham chuqur xursand bo'laman va menda ikkita bu narsaga fikr bo'ladi ichimdan. Bu menga Alloh tomonidan berilgan agarda sinov bo'lsa, men bu sinovdan yorug' yuz bilan o'tay va men bilan yaqinlarim shu meni peshonamga yozilgan umrim oxirgi daqiqalariga qadar birga bo'lishsin. Agarda bu meni qaysidir bir qilgan bir ishim uchun bir mukofot bo'lsa, men bunga faqat shukronalik keltirishdan charchamayman. Hattoki meni turmush o'rtog'im juda qattiq urushgan taqdirimizda ham urushib meni aydilar. Shuning uchun ham bilmadim, bu narsani tasvirlash juda ham qiyin. Men yosh ko'raman. Tasvirlash qiyin. Men aytdim-ku, men bular bilan faxrlanaman. Bular vashi, men aytaman-ku, men uchun nerealniy pari bo'lib ketgan. Maski bitta narsani aytib beraman. Endi xudo, o'shanda hali birga bo'lmaganinglarda Rana opa bilan oyim ko'rishib qolgan ekanlar-da. Bitta joyda ko'rishib qolganlar, keyin Rana opaga kimdir, bilmayman, bu takoy informatsiya, kimdir sizni aytgan ekan, yomonlagan ekan. O'zingiz ham gapirib chiqdingiz. Shuni yaqinda. Keyin shu narsani убедиться qilish uchun, rostdan ham shu narsani bilish uchun Rana opa endi baribir u ayol bu normal holat. Keyin aytgan ekanlar, mana onamga kelib aytgan ekan, shunaqa ekan, o'zi sen nima deb o'ylaysan? Dilbar qanaqa qiz? Dilbar mana shunaqa qiz. Kim Dilbarni kelin qilsa, u yashnab ketadigan oila deganlar-da, oyim. O'shandan keyin bo'ldi deganlar. Bo'ldi, bu meni kelinim deganlar. Bu ikkalanglar bo'lib turib, mana masalan, men nimaga yana bir marta aytaman, havas qilaman sizlarga. Rostdan ham men faxrlanaman sizlar bilan. Chunki mana noldan boshlab sekin mayda qayerdadir tushib qolib, qayerdadir ko'tarilib, qayerdadir birga o'sib, qayerdadir birga urishib, lekin shu narsani o'zingizga уже yo'l qilib qo'ydinglar-da. Bu narsa faxrlanadigan narsa. Men кажется, даже oyizni, endi siz qiz ota uyini remont qilish, masalan, hamma kuyov ham ruxsat bermaydi ham emas, u ko'nmaydi ham bu narsaga-da. Lekin hamma qiz ham bu narsa qo'ldan kelmaydi, hamma qiz ham. Так что sizlar bilan faqat faxrlanish mumkin. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun. Sizlarga rahmat kelganingiz uchun. Ana baland notalarda to'xtadi bizlarning intervyumiz. Demak, bu hali tugadigan emas. Biz yana balki qachondir oshxona to'lqa kelib, ovqat bahona o'zimizning hayotimizda bo'lgan shunaqangi yorqin xotiralarni balki kulib, balki ko'zda birozgina nam bilan eslashimiz mumkin, lekin u bizlarni ko'rayotgan mana shu kuzatuvchilarga, muxlislarga faqatgina yaxshi hissiyot va mana shu ketkazgan vaqtiga achimaslik hissini bersa, shuni o'zi katta yutuq bo'ladi. Sizlar uchun har doim eshigimiz ochiq. Qaysi joyda erkinlik qolgan bo'lsa, erkalik qo'ygan bo'lsam ham 2-2,5 yildan beri hech qaysi kanallarga chiqmayapmiz. Просто Raxshon o'zimiz oilamizdagi gap. Shunga ham bemalol maza qilib begona vedущийdan ko'ra maza qilib yaqin inson bilan xudodan choyxonada gaplashib o'tirgandek gaplashdik. O'tirib olganimizdan qaranglar. O'tirmagan, o'tirib olganimizdan. Boshqa hech nima yo'q. Boshqa intervyuga chaqirgan odamlar bizdan xafa bo'lmanglar. Biz просто ularga hech qachon yo'q deya olmaymiz. Bizning lug'atimizda bu insonlarga nisbatan bunaqa so'z yo'q. Va agar bizlarni yaqin orada
chaqirmoqchi bo'lsanglar o'sha to'g'ri yo'llarga kelgan. Iloji boricha. O'sha ko'p gaplarimizni gapirib bo'ldik. Ko'p gaplarimizni gapirib bo'ldik. O'shaning uchun yengillik qolmadi. Rahmat. Rostdan sizlarga kattakon rahmat kelganingiz uchun.